keyin qayib turmang. Kim sizni baqsa, bilasiz ichki ishlar shuni ochib qolasiz. Men bilan mana qanday voqea bo'ldi deysiz. Biz jazosini beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek biz Usmonxon oldiga keldik. Yo'l harakat xavfsizligi axborot xizmati xodimlari rahbariyati bilan birgalikda Zo'r TV kanalining jonli efirda va ko'rib turganingizdek jonli efirda ketayotgan joylarda barchaga yaxshi kayfiyat yo'l harakat qoidalariga amal qilinglar, yo'l qoidasini buzmanglar. Keyin undan tashqari Chorraha o'rtasidagi yo'l harakat xavfsizligi ertalabdan kechgacha jezel aylantirib xizmat qiladi. Uni ham tushunish kerak, qoidaga amal qilib kechirimli bo'lish kerak. Sizni tarbiyasi, sizni otangiz tarbiyasi boshqacha. Очень жалко, что вы приходите из-за каких-то придурков, честно. Sizlar uyqinglar buzilib, sizning ikkovsiz Kim sizni bilan yo'lga qatnashsa, menga telefon qilasiz. Biz o'zimiz jazolaymiz. Hech qaysi ayollar O'zbekistonda qilish kerak. И даже не просто так. O'zingizga yaxshi yozinglar. Har doim bitta kuling endi. Bravo! Shunaqa gaplar. Yo'qdir, yo'ning. Yo'qdir. Farruh ham, ustimaga turing. Ustidan bu yoqqa keldi. Farruh.